do'stlar, gilos haqida gaplashamiz. Shuna kasallik tushgan gilosga. Mana bu kasallik ko'p bog'ingizda o't o'sganligidan, salqin tushganligidan shuna kasalliklar tushadi. Bu kasalliklar do'stlar qalqondor deyiladi. Hozir buni yaqindan ko'rsataman. Qalqondor kasallik do'stlar, bu shira bo'ladi, tanasiga yopishadi. Katta bog'larga tushib qolsa, mevalarga ziyon yetkazadi. Mevali kurtaklari to'kib yuboradi do'stlar. Chunki bu po'stok orqali tushadigan. O'shanga hozir biz do'stlar sistemni zahar sepamiz. Bu dorimiz foyda beradigani har xil shoftoli, o'rik, giloslarga ham sepsilayin bo'laveradi. Hasharotlarga, qo'ng'izlarga, pashshalarga, shuna qalqondor kasalligini oldini oladi. Videomizni kuzatib boring. Hozir sizlarga ko'rsataman buni ham. Bismillah. Mana do'stlar, qalqondor kasallik deyilib, mana baylari xuddi shuna bo'ladi, mana. Shuna bo'lib to'kilishni boshlaydi. Yaxshilab e'tibor bersalaring, mana shu meva. Mana mevali ko'zi, mana mevali ko'zga ziyon yetkazgan. Bu katta bog'larda ham katta ziyon yetkazishi mumkin. Ikkinchi bo'lib mana bunday qilsangiz tanasidan mana shira chiqadi do'stlar, mana. Mana. Hozir buni do'stlar peripardlab cho'miltiramiz. Bu dorimiz do'stlar ichiga kirib, ichkaridan po'stog'ini icharidan do'stlar har xil hasharotlarni o'z nobud qiladi. Sepish jarayonini ham ko'rsatamiz do'stlar. Do'stlar yaxshilab e'tibor beringlar. Mana cho'miltiramiz daraxtni. Mana taylarigacha ham yetib olib kirib yuboramiz. Ilsin tagigacha do'stlar. Yaxshilab e'tibor bersalaring, mana ostidan tashidan qilib videoga bitta o'zim olyapman, kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Videomiz yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yamiz.